yurtdoshlarimiz, aziz Xorazm Media abunachilari, bugun sizlar bilan birgalikda nafaqat O'zbekiston bo'yicha, balki hamma SNG davlatlari orasida yuksak o'rinlarda sotilayotgan xaridorlarni eng yuqori baholarni sazovor bo'layotgan Chevy 7 Pro avtomobili haqida gaplashib o'tamiz. Avtomobilimiz ko'rib turganlaringizning hashamatli o'zgacha videoga ega avtomobil hisoblanadi. 1.5 turbina motor, 1.2 ta ot kuchidan iborat avtomobilimiz. Avtomobilimizning oldingi ko'rinishini e'tibor bersak, to'liq LED chiroqlari bilan jihozlangan. Kunduzgi chiroqlari LED bo'ladi. Bundan tashqari oldingi qismida avtomobilimizda 360 gradus kamerasi va oldi parktronikalardan iborat. Biz to'liq 18 dyuymli diskalardan iborat bo'ladi. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Balon almashtirib yurishingiz shart emas. Bundan tashqari o'zini Tigo emblemasi, keyin yon taraf chiroqlari, ichki qismiga kelsak, полный кожаный salon. Salonni ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Nafaqat torpedasi, balki yon qismlari ham koja bilan qoplangan bo'ladi. Avtomobilimizning orqa o'rindiqlariga kelsak, orqa o'rindiqlari to'liq koja bilan jihozlangan. Bundan tashqari yo'lovchilarimiz uchun maxsus podголовникlar bor. Avtomobilimizning orqa tarafini e'tibor bersak, orqa chiroqlarimiz uzun bog'lanib ketgan LED chiroqlardan iborat bo'ladi. Bundan tashqari orqa qismimizda orqa loboyimiz spiralli va orqani tozalash dvorniklarimiz bor. Avtomobilimizning yukxonasi elektronli bo'ladi, elektronli ochiladi, elektronli yopiladi. Bundan tashqari yukxonasiga nazar tashlasak, yukxonamiz katta ob'emda. O'zini zapaska balonlar ham o'z razmerida 18 dyuymli diska balonlardan iborat bo'ladi. Bemalol xaridorlarimiz xohlasalar metan, xohlasalar propan qo'ydirib haydab yursalar bo'ladi avtomobilimizni. Avtomobilimizda beskuluchovoy dostуп mavjud. Avtomobilimiz kalitsiz ochilish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari ichki interyerni sizlar bilan birgalikda nazar solib o'tamiz. Avtomobilimizda elektronli rul joylashgan. Rulimizda kruiz kontrolimiz bor, multimediasi bor bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilimiz Eco Sport rejimida harakatlana oladi. Avtomobilimizning paroqlarini e'tibor bersangiz, o'zining nomi yozilgan holatda yonib turadi. Bundan tashqari salonning ichida osveshcheniyamiz mavjud. Osveshcheniyasi har xil ranglarda yonib, haydovchi ham, yo'lovchilar ham o'zgacha bir interyerda fayz bag'ishlaydi. Avtomobilimiz ko'rib turganlaringizning to'liq uzviy monitor bilan jihozlangan. Bu monitorda tablo qismimiz haydovchi uchun va yo'lovchilarimiz uchun displey monitor qismimiz joylashgan. Unda bemalol yo'lovchilarimiz video, muzika, multimedia xizmatlaridan foydalanib ketsalar bo'ladi. Kartasi, 360 gradus kamerasi. Bu qismida esa haydovchiga kerak bo'lgan to'liq funksiyalar bilan jihozlanib ko'rsatib beradi. Qismina keladigan bo'lsak, avtomobilimizning bar qismida to'liq двухзонный klimat kontrolining upravleniyasi joylashgan bo'ladi. Klimat kontrolini nastroyka qilib, haydovchilar, yo'lovchilar boshqarib ketsa bo'ladi. Bundan tashqari podstakanliklarimiz mavjud. Haydovchi uchun ham, yo'lovchi uchun ham. Bundan tashqari telefonni zaryadlash, quvvatlash tizimi mavjud avtomobilimizda. Bar qismimizda eng kerak bo'ladigan hozir yozning kunida, masalan, xolodilnikimiz mavjud bo'ladi. Bu ham o'zgacha haydovchi uchun ham, yo'lovchi uchun ham juda katta qulayliklarni yaratib beradi. Bundan tashqari avtomobilimizda ko'rib o'tishlaringiz mumkin, panorama tom bilan jihozlangan. Bemalol panorama tomni ochib harakatlansa bo'ladi. Yo'lovchilar uchun ham, haydovchi uchun ham bu o'zgacha qulayliklarni yaratib beradi. Avtomobilimizda bundan tashqari o'rindiqlarni isitish tizimi mavjud. O'rindiqlarimiz, old o'rindiqlarimiz ham, orqa o'rindiqlarimiz ham isitish tizimiga ega. Rulimiz ham qizadi. 360 gradus kameramiz bor. Avtomobilda haydovchi uchun to'liq sidena pamyati bor, elektronli, yo'lovchimiz uchun ham sidena elektronli upravleniyada bo'ladi.